Kuni kecha Yangiyo'l tumanida jamoatchilikning noroziliklariga sabab bo'lgan holat sodir bo'ldi. Aka tosh qo'ying bo'ldi. Qonga qarasizlar aka. Aka bo'ldi qiling. Bilmayman aka hozir. Labo'yi sindirib $200 tushyapti aka. Ben hozirmi puldan Mayli muammo aka, menda muammo bor. Sizda bo'lmasa. Aka bo'ldi qiling. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda 4-dekabr kuni soat 16:30 larda Yangiyo'l tumani Chamanzor mahallasi hududidan o'tuvchi M39 avtomagistralida Damas va Toyota avtomobili haydovchilari o'rtasida yo'l talashi bo'yicha janjal kelib chiqqan. Biroz vaqt o'tib Toyota haydovchisi avtomashinasini to'xtatib, Damas haydovchisiga turli haqorat va tan jarohati yetkazgan. Ma'lum bo'lishicha, voqea Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumani hududidan o'tgan M34 avtomobil yo'lida sodir bo'lgan. Unga ko'ra Damas va Toyota avtomashinasi haydovchilari harakat vaqtida o'zaro yo'l talashib, janjallashganlar. Jarayonda Damas avtomashinasi haydovchisi dastlab o'zining mashinasida bo'lgan balon ключi bilan Toyota avtomashinasining oynasiga hamda salondagi yo'lovchining bosh qismiga urib, tan jarohati yetkazgan. Toshkentdan Yangiyo'lga kelyotgandim. Oldimda o'zim o'rtog'im bor edi. Shu Toyota rusumli avtomobil yo'l berishini so'radim. O'sha joyda urushib ketdik. Temir ключ olib ularning oynasiga urdim. Keyin ular o'sha ключ bilan meni yon oynalarimni urib, ikkalamiz ham qattiq so'zlashib ketdi, yomon so'zlar. O'zimizni ushlab turolmadik. Janjalning davomi esa aynan Damas egalari tomonidan video tasvirga olinib, ijtimoiy tarmoqlarga taqdim etilgan. Uradi hozir. Ol. Aka bo'ldi qiling. Aka yoshingiz katta. Ukamdan Toyota avtomobilida harakatlanib kelayotgandik. Chamanzor mehriga yetib kelganimizda peshobod o'tayotganini ko'rib, asta-sekinlikda to'xtab peshobod o'tkazib yuborishni maqsadida sekinlashganimizda orqamizdan harakatlanib kelayotgan bir qator degan Damas rusumli avtomobili oldimizga kelib, har xil qator haqoratli gaplar bilan siqib to'xtatib, birdaniga agressiya bilan urushib ketib qoldi. Shoshayotganini tushuntiryapti. Peshobod, radar degan so'zlarni tushunmadi. Balon almashtirish ключi bilan urganini ko'rdim. Keyin uni olib kelisholmaganimizdan keyin axir shu sizlar ko'rgan muzg'ish holat qarama-qarshi kelib turib, Damas rusumliga kelib avtomatik uryapti. Shundan qattiq afsusdaman. Bunaqa ish boshqa bo'lmaslikka va'da beraman. Keyin boshqalarga ham yo'lda bir-biringlarni hurmat qilishinglarni so'rab qolaman. Qilgan ishimdan qattiq afsusdaman. Mana hozir qilmishimizga jazoimizni olyapmiz. Hammadan uzrimizni so'rab, yo'l harakat madaniyatiga bir-biriga hurmatni qaratishi, e'tiborli bo'lishini iltimos so'rab qolardim. Jabrlanuvchi tibbiy yordamga murojaat qilgan. Videodagi kadrlarda avvaliga Damasga yo'l bermasdan agressiv tarzda harakatlanib kelgan Toyota haydovchisi to'xtab, Damas mashinasini urib yuborgani aks etgan. Shundan so'ng videodagi shaxs qo'lida tosh bilan Damasning kapot va oynalariga zarba bera boshlagan. Eng achinarlisi, ular o'z harakatlarini oqlash uchun puldan muammo yo'q deya kibr bilan gapirgan. Ularning fikricha, moddiy imkoniyat jinoyat sodir etishga asos bo'lishi mumkin. Bu esa jamiyatda qattiq norozilik uyg'otdi. Hodisa bo'yicha guvohlar aytishicha, Damas haydovchisi o'zini himoya qilishga harakat qilganda ularga qo'l ko'tarishga ham urinish bo'lgan. Damas esa deyarli dabdala qilinib, jiddiy zarar ko'rgan. Mazkur holat yuzasidan shu kunning o'zida Jinoyat kodeksining 277-moddasi 2-qismi V bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, voqea ishtirokchilarining barchasi protsessual tartibda ushlangan. Albatta, jinoyat jazosiz qolmaydi. Ularga nisbatan tegishli tartibda jazo qo'llaniladi degan umiddamiz. Albatta, siz ushbu holatlar bo'yicha qanday fikrdasiz? O'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Saudiya Arabistoni rasmiylari 2025-yil haj mavsumidan boshlab 12 yoshgacha bo'lgan bolalarning haj ziyoratida ishtirok etishiga ruxsat bermasligini e'lon qildi. Qaror mamlakatdagi keskin issiq harorat va marosimlar davomida ziyoratchilar bosib o'tadigan uzoq masofalar bilan bog'liq xavfsizlik sabablariga asoslanmoqda. Ma'lum qilinishicha, so'nggi yillarda haj davrida havo harorati 50 darajaga yaqinlashib, katta yoshdagilarga ham jiddiy yuk bo'lmoqda. Bolalar organizmi esa bunday sharoitga moslashishi
qiyinligi, issiq urishi va tez charchash xavfi yuqoriligi aytilmoqda. Shuningdek, haj marosimlari davomida Arofat, Muzdalifa va Mina kabi manzillar oralig'ida bir necha soatlik piyoda yurishlar bo'ladi. Mutaxassislarning fikricha, bu jarayon bolalar salomatligi uchun xavfli bo'lganligi sababli cheklovlar kiritilgan. Qarorga ko'ra, bundan buyon 12 yoshdan kichiklar uchun haj vizasi berilmaydi. Rasmiylarning ta'kidlashicha, ushbu choralar ziyoratchilarning xavfsizligini ta'minlash va sog'liq bilan bog'liq favqulodda holatlarning oldini olishga qaratilgan. Albatta, siz ushbu chiqarilgan qarorlar bo'yicha qanday fikrdasiz? O'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Shu orada Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu yana e'tibor markazida. U o'zining navbatdagi bayonotida shunday dedi: "Biz nafaqat bitta davlat, balki mintaqadan tashqaridagi barcha musulmon davlatlari bilan ham do'stlik va tinchlik kelishuvlarini tuzishimiz mumkin", deya intervyu berdi. Netanyahu bu orqali Isroilning diplomatik doirasini kengaytirishi, musulmon dunyosi bilan yangi sahifa ochmoqchi ekanligini ta'kidladi. Uning aytishicha, yaqin kunlarda u Nyu-Yorkka borib, xalqaro maydonda o'z pozitsiyalarini yanada mustahkamlash bo'yicha muzokaralar olib boradi. Ammo e'tiborli jihat shundaki, diplomatiya haqida gapirilayotgan ayni pallada Isroilning harbiy amaliyotlari davom etmoqda. So'nggi xabarlarga ko'ra, Isroil armiyasi yana G'azo sektoriga zarbalar bergan. Hujumlar oqibatida tinch aholining talofat ko'rayotgani, vaziyat esa yana keskinlashayotgani aytilmoqda. Bir tomonda tinchlik, do'stlik va diplomatik aloqalar haqida balandparvoz bayonotlar berilayotgan bo'lsa, ikkinchi tomondan esa G'azoda davom etayotgan portlashlar, azob chekayotgan xalq va gumanitar inqiroz haqida gap bormoqda. Xalqaro hamjamiyat esa tobora ko'proq G'azo bo'yicha sulh, o't ochishni to'xtatish va yordam yo'laklarini ochishga chaqirmoqda. Ammo hozircha mintaqada tinchlik haqidagi gaplar amaliyotda to'liq aks etmayapti. Albatta, siz Benyamin Netanyahuning musulmonlar bilan do'stlashishi haqidagi gaplariga qanday qaraysiz? O'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. Uzbon TV kanaliga obuna bo'ling, video rolik ostiga like bosing va bizni kuzatishda davom eting. Kunning muhim va dolzarb yangiliklari bilan Davronbek Tursunboyev bo'ldi. Xayr, salomat bo'ling.